26 noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 26 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar 51,43 so'mga arzonlab, 11.936,89 so'mni tashkil etdi. Yevro 53,33 so'mga kamayib, 13.769,20 so'm bo'ldi. Rossiya rubli 0,46 so'mga pasayib, 151,56 so'm etib belgilandi. Funt sterling 13,6 so'mga tushib, 15.679,11 so'm bo'ldi. Yaponiya iyenasi 0,11 so'mga pasayib, 76,37 so'm bo'ldi. Shveysariya franki 105,73 so'mga arzonlab, 14.746,00 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 2,14 so'mga kamayib, 1684,34 so'mni tashkil etdi.